Assalomu alaykum. Bunyodbek Uz kanalini muntazam ravishda kuzatib, qo'llab-quvvatlab, layklarni bosib, kommentariya yozib, musofirlikda o'zimiz yurtimizda kuzatib turgan barcha obunachilarimiz. Bugungi sanamiz 7-iyun hafta kuniga seshanba Andijon viloyati Shahrixon tumani Xoldovonbek Cho'jamol bozoridan sizlarga e'tiboringizga bugungi videolarimizni ko'rsatib ketishga harakat qilamiz. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rib, layklarni bosib, obuna bo'lmay ko'rayotganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Qani endi videolarimizni boshladik. Kamera savdosi necha pulga bordi? 15,5 million so'mga. 15,5 million so'mga boribdi, mana berishmabdi. Aka buni savdosi necha pulga bordi? Bu savdosi bo'lmadi. Oldingizmi? Necha pulga? 16 million. 16 million so'mga. 16 million so'mga shu akalarimiz olishibdi. Ammo yaxshi buqa ekan. Barakasini bersin, yaxshi buqa ekan. Mana shu yerda savdolari ham bo'lib turibdi shekilli. 16 qilyapti. Qaysi biriga? Mashinasiga-mi? Shunisiga mana 16 million so'm yosh ko'chat novvoschiga savdolari bo'lib turibdi. Arqa oldilari kelishgan, go'zalliklari o'ta go'zal, holatlari yaxshi ekan. Aka bu buqalar sizlardanmi? Tollar aka, nomerni ham yozing. 91 169 1977. Nechta mol keraksa so'raylar beramiz. Gap yo'q. Nech pulga to'g'ri bor buqalar? Uka 15 milliondan tortib 20 millionga qadar. 15 million so'mdan tortib 20 million so'mgacha buqalari bor ekan. Aloqaga chiqaverasizlar, nomerlarni qoldirdik. Yemoq-ichmoqlarga kafolatlarni beradi. Shu yerda olinganlari ham bor shekilli buqalarni. Aka bu olindimi bu buqalar? Pulli bo'lsin akalar. Nech puldan bo'ldi endi aka? 45 million 400 bo'ldi ikkosi. Ikkosi bir joyda 45 million 400 arzon bo'pti aka, zo'r buqalar ekan omon. Aka bo'pti. 45 million 400 ming so'mga shu akalarimiz olishibdi, baraka topsin. Mana yerda shunisi ham olinibdi shekilli, buni ham ko'rsatib ketamiz. Aka bu nech pulga olindi bu? 15 million 800 ming so'm. Juda go'zal, 15 million 800 ming so'mga. O'zingizlarda, uylarda, xonadoninglarda bo'lsa, taqqoslab taxmin qilib olaverasizlar. To'g'ri, xunajin olindimi? Xunajin. Nech pul oldi? 100 kam 13 million so'm. Ha, 300 ming so'm kam 13 million so'mga. Ko'chatlari chiroyli, mana yosh novvoslar bor ekan. Shuni ham ko'rsatib o'tgan. Pullari nech pul ekan? Nech puldan? 25 dan kami bor. 25 million so'mdan kamlari bor. Bu ham sizlarniki? Ikkovi jup bir joyda. Mana savdolari ham bo'lib turibdi. Aka nech pul berdingiz? Ikkoviga 41 million 700 ming. Ikkoviga 41 million 700 ming so'm mana savdolari bo'lib turibdi. Savdolarning ustida shu akalarimiz savdolarini qilishyapti ekan. Yoshlari qanaqa ekan aka? Yoshlari qanaqa ekan aka? Aka 1 yasharga borib qo'ygan. 1 yasharga borib qolgan, ammo taxminiy bo'ylari akalarimiz aytib ketgan ekan. Taxminiy bo'ylarini ham aytib ketgan deb. Biri 10 plyusida, biri 15 atrofida chiqib qoladi. Buqalar. Bu ko'ktoy nech pulga boryapti? Ko'ktoy. Ha? Akangizga nech pul narx aytyapsiz? Oldinglarmi? Buni olishibdi ko'ktoyni. Puli yengil bo'lsa kerak omon ekan. Sifatlari chiroyli ekan, arqalari kelishgan ekan. Gap yo'q aka, siz bormasin. Hoy. Voy, nech pul bo'ldi aka bu sho'qi? 17,5 million so'm. 17,5 million bo'pti. O ona bola sigir ham olinibdi mana shu yerda. Nech pul bo'ldi aka ona bola? Buchi bu aka? 17 million so'm. Ona bolani aytmadingiz aka? Bu aka ona bola. Pullarni aytishmadi. Novvos nech pul bo'ldi aka? Nechi? 22 million so'm. Mana 22 million so'mga. 125 plyusida chiqadi. Novvos, ammo ko'chatlari chiroyli ekan. Bozorlar arzon, baholasa. Arzonchilik bo'laversin. Assalomu alaykum, hormang. Ko'chatlari go'zallaridan, mana to'qol variantlaridan. Limuzin ishqibozlariga mana.
O'ta go'zal ekan. Puli necha pul ekan, tog'a buni? Buni 25 kami bor. 25 million so'm kamlari bor, taxminiy bo'ylari 1.10 atrofida chiqadi. Bo'layotgan savdosi-chi, tog'a? 100 ming kam 23 berishyapti. 100 ming so'm kam 23 million so'm berishyapti, berishmayapti ekan. Ishqibozlarga nomer qoldiraylik, go'zalligi. Qo'laveramiz. 93lik. 93lik. 784 784 ikkita 12. Shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa. Lekin haqiqatda ham go'zal ekan. To'rt oylik ekan, ammo oylari ham. Maşallah. Maşallah. Kamida xonadoniylarda mana shunaqalardan. Toza sakadiz. 20 tadan bo'lsa obunachilar niyat qilib like bosib qo'yinglar mana Toza shunisiga. toza 25 kami bor. 22 million bor. Yo'q, yo'q. 22,5 ga mana chiqdi. 100 ming kam 23 million so'mga bermayapti ekan. Mana bunaqa mardini qayerdan topasiz? Zohir tog'a, bering mana. Rozimisiz? Shunaqa odamga molni Turgan bo'lganda shuni berib yuborardim. shunaqa 1 so'msiz. Bering 22 yarim. Bo'lsa mana shu pulga rozim bo'ling. gap yo'q. Bu akamiz ham mard ekan. O go'zallari, mana shvedlar qatoridanmiz sizlarning e'tiboringizga. Shved novvochalardan ko'rsatib o'tib ketamiz. Narxi necha pul ekan Nosir tog'a? Narxi 25 kami bor-da. 25 million so'm kami bor. Necha oylik bo'ldi bu? Yoshiga yetmagan bo'ldi. Yoshiga yetmagan bo'lsa, taxminiy bo'ylari shu 1.10 atrofida chiqadi. Savdosi-chi tog'a? Necha pulga boryapti? 23 million so'mga boryapti. Berishmayapti ekan. Bu shved buqaga ekan, endi men navbatda. Aka narxini necha pul deyapsiz buni? 25 million so'm kamlari bor. Kamlari xudo xolasa g'ijbich aka. Farq qilishyapti aka. Necha pulga boryapti aka? 20 milliondan tortib 20 million 500 gacha. 20 milliondan tortib 20 million 500 ming so'mgacha savdolari boryapti ekan. Ammo buqani go'zalliklari go'zal, yaxshi buqa ekan. Bergandan aytib sotishdi. 20 milliondan tortib Aka, ishqibozlarga nomer qoldiraylik. Meni obunachilarimga sal pullari yengildan bo'lsa ko'rsating deydi. Ayting. 93lik. 93lik. 735 29 28. 735 29 28. 20 million 500. Aka qayerda bo'zagi? Marhamatli bo'zak ekan 20 million 500 ming so'mga boribdi. Hali 23 million qilyapti degan bo'zaklarning oldida kerak bo'lsa tikroqda. Shuning uchun sizlarga ilindim. Aloqaga chiqaverasizlar kimga qiziq bo'lsa. Aka bozoringizni bersin. Ular yengillaridan ko'rsatib o'tib ketamiz sizlarga e'tiboringizga. Ukam shvedchani necha pul deyapsiz? Ha? 15 million so'm kamlari bor. Nargisi ham sizlarkimi? Mashinasimi? Necha pulga boryapti savdosi? 13,5 ga bermayapsiz. 13 million 500 ming so'mga berishmayapti ekan mana. Lekin o't g'arib, ozgina o't g'arib. Menga qaramaydi. Aka eston bu qanday necha pul deyapsiz? 16 million so'm kamlari bor. Necha pul? 14 million 600 ming so'm so'rashyapti ekan, berishmayapti ekan. Yemoq ichmoqlari zo'rmi aka? Sizga dehqonchilikmi, tirikchilikmi aka? Akamizga tirikchilik ekan. Ishqibozlarga nomer qoldiraveramizmi aka? Sotilib ketadimi? Gap yo'q aka. Bozoringizni bersin. 14 million 600 ming mana. Shved novvos olindimi? Shved novvos necha pul bo'ldi? 17 million 900. 17 million 900 ming so'm. Juda zo'r, ajoyib. 17 million 900 ming so'mga shved novvosi. Taxminiy bo'ylari 1 metr atrofida chiqadi. Qaysi biriga bo'ldi? 12 million 600 ming. Shved novvos mana. 12 million 600 ming so'm.